o'rniga xayrlikka chortoqlar hozir juda ham muhim, lekin ko'pchiligimiz e'tibordan chetda qoldiradigan gapga o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni atrof muhitini, atrofidagi insonlarni to'g'irlamoqchi bo'lsang, avvalambor o'zingni to'g'irlashdan boshla deyiladi. Mana shunaqa tasavvur qilamanki, insonlar bilan munosabatlarimiz, ishimiz, o'qishimiz, hamma butun hayotimiz bitta uzun yo'lak deb tasavvur qiling va bu yo'lak ikkita cheti oyna bilan o'ralgan. Atrofdagi insonlarga qaraydigan bo'lsak, biz aslida o'zimizni aksimizni ko'ramiz. Ya'ni biz qanaqa bo'lsak, atrofimizdagi insonlar xuddi bizga o'xshagan bo'ladi. Siz hayotda mas'uliyatli insonmisiz, sizga aynan shunaqa mas'uliyatli do'stlar, mas'uliyatli ishchilar kelishni boshlaydi. Siz agar so'z berib, so'zingiz ustidan chiqmaydigan inson bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa do'stlar, shunaqa ishchilar, shunaqa hamkorlar kelishni boshlaydi. Bu munosabatlarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun siz qanaqa inson bo'lsangiz, sizga o'xshagan turmush o'rtoq, shunaqa juftlik keladi. Bu narsa dinda ham bor. Poklar uchun, nopoklar uchun. Nima demoqchiman? Hayotingizda muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun atrof muhit muhim omillardan biri hisoblanadi va bu atrof muhitingizni to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, avvalambor o'zingizni to'g'irlashdan boshlang.